Rast cevap verişini ümit kılıman. Sen bəxtlik mi, Malvina? Əmisi bəxt degenin özü nime? Bu sualga özüňle cevap bereleysen. Sen özüňni bəxtlik his qıp baxdыңmı? Yaş vaxtımda odamsa, dadamның endi bil ötküzgen çağlarım nime? O çağlamı ba. Mening sen şu çağlady bəxtlikdin. Senince men hazır özgerdim mi? Külkülerin azıyıp kaptı. Şundaq mı? Bu mening aqlimga turşup atqanlygymny bildirmemdi. Bäziler yaşyň çoň ýyşyk ägişip, ýaşlykdyky şokluklar azayıp barıp diýişidi. Hazır men öýü uçaklyk bolup, ýeňiç turmuşny başladym. Zimmemge ýeňi jükni attym. Lekin men bu ýeňi turmuşnyň nime üçin çyragyňdyky şatlyk alamatlaryny azaýyp etkenligini düşünämedim. Gep kılıçlarından ýaşlyk däwriň tügep ketgendek his qıp kaldım. Kılışkan söhbetimiz bana köp medet berdi. Muşunun özüne ait yakın. Hadi inilik münasibetimizden hazır mı mevcutligini ispatlaydı. Bana hilimi, dostluğum ve yardımın erişip atqanlygymny his kıldırdı. Meyli qandaqly ahvalda bolmasun. Dostluğum bilen yardımımni senden ayımayman, Malvina. Senin de kuyumcan inim durğay edi. Artıqçı nememi talep kılattım. Şunu senden yeni sorayman, Malvina. Sen bəxtlikmi? Lyonsu bilen toy qılğınınğa, bir ýerde ýaşap atqınınğa puşayman qılmamsan? Meni bəxtlikmi dep sorap atsan. Rast gepni etsem bunuňa jogap beremeymin. Çünkü özemni bəxtlik ýak emasligimni bilmeymin. Dadamның ýene-de ötken kızlyk çağlarymdyky şadlyklar emdi ýokaldy, emdi hergiz ýenip kämeydi. Nimiş şundaq, Malvina? Nimişqa? Men emdi hazır toy qılan ayal, ailem ba, üstümde jüküm ba, hürmetleşki tegişlik erim ba. Hürmetli qılıp yaxşı görmemsen? Leonsiony yaxşı görmegen bolsam, onun bilen toy qılmagan bolatdım. Men muhabbetinden gumanlanmakçı emas, Malvina. Birak bir iş kallamdan ketmeydi. O senin yaxşı görüşünge erzimdi. O sana layık mı? Eğer köňlüň tatmasa, cevap bermeseň mi boladı? Birak senden ümidim, haqiqi ahwalyňny öz iniňden hergiz ýoşurma. Enrik, Leonsiyo bäzide bek kopal edeplik emas. Toýdan ilgirki itaatmenlikler hazır ýok. Lekin bäzide ýani burunqyga okşaş. Edeplikmi bolup kalydy. Şoň nazar dairemniň tarlygydan o maňa şundaq görnemdikin dep moýlap kalyman. Bu meni bek azaplaydy. Saňa deýdiginim oşu. Rast aýtsan, onuň kopal edepsizligini bugün düşden keyin eňik gördüm. Bundaq muamele maňa ýaman täsir berdi. Seni hergiz nazar dairesi tara dep garmayman. Belki men hata kılgandım. Yaki toy kılışının özü şundaq buluduğandı. Sen şundaq qaramsan?
Eri özünü tutamay qalğanda ayol kishi sabrchan bo'lishi kerak. Geping anglashga o'rinliqda qildi. Biroq men zolim erning oldida hammaga ma'qul deb. Oxiri bir baxtsiz bo'lib qolmasligini umid qilaman. Әмісі, сен қандай қылсам бола? Agar ət qaytib ketsem, ma'qul demse. Ətdə? Ətə yoki o'gillikka. Men bu yerda men o'tiravermayman de. Sen ketsang, menga bek eg'ir keladi. Biroq seningmi turmushing bor. Men bo'pti ketgin demaynim deyman. Men ketginim bilan kelgin desang, ya'ni kelima emasmi, Malvina? Rahmat sana Enrik. Rahmat. Hadi görüşelim. Texçi uxlamapsızmı? Uyqum kelmedi. Uxlashning bir xil usuli bor deb anladim. Karvatda yetib, ko'zingizni ching yumib turib, ichingizda birdan ming'ich sanasangiz, cho'qim uxlab qolasiz. Bayatdan sizni saqlab uxlamadim. Siz bilan so'zlashmoqchi edim. Lekin eliqi bema'ni ishni og'zingiz og'ichi bo'lmang. Meningcha men degan ish bema'ni ish emas. Shundaqdimi men u ishni demoqchi emas. Amasa nima ishdi? Men bilan nima to'g'riliq so'zlashmoqchi? Unutib qoldingizmi? Ayting Leonsiyo. Men bilan to'y qilganingizni pushaymon qilamsiz? Pushaymon? Yo'q, nimish pushaymon qilatdim. Amisi nimishqa yurishtirishlaringiz o'zgarib qoldi. Mening yurishtirishimmi? Hech qanday o'zgargani yo'q. Malvina. Odatda qizlar to'ydan keyin umuman erlaridan norozi bo'ladi, chunki biz erlar azim kitoblarda tasvirlangandagidek kishini maftun qilg'idek shahzodalarga o'xshamaymiz. Shundaqdimi to'yimiz yomnamas o'tdi. Leonsiyo, meni helim yaxshi ko'ramsiz. Sizni yoqtirmagan bo'lsam, siz bilan to'y qilmaydim. Endi uxlang. Qiladigan ishingiz bo'lmag'achqa, yo'qolan xiyollarni qilib shun uxlayolmaysiz. Graf janoblari tunogin ketdi. Uning ketishidan xabarim bo'lmag'achqa sizga deb qo'yamadim. Qo'rqib kelsam u ketib qopti.
Әмісі Леонсио білән сөзлішімен. Нем болды? Сізге бір күлі тәқір қыла алаймен дегендім ғой. Qo'rqyapman. Qo'rqmaslığınız kerak, Izora. Әмі ishal oludu. Күтіп тұрым. Agar to'g'ri topsang, Izoraga o'rlik berish to'g'riliq endi ig'izlashma. Bo'pti, eg'izlashmay turay. Advokatın bor emasmi? Onunga xat yazsaq bo'ladi. Doktor Arsio seni tanıydı. Mende onun adresimi bor. Onundan agitib so'rab baq. O nima ish bilan qo'rqishga qitim keldi. Xonimning nomida Izoraga o'rlik guvanamiz yizbagilik ekanmi? Bulan o'qib baq. Inrik, buni yaxshi deding. Men advokat xat yozay. Shuningda azroq umid bor. Endi saqlab turolmayman. Advokatga hozirlik xat yozay. Yani qo'rqib ketdingmi? Rost qo'rqib ketdim. O'jiramga hech kim ishini chekmay kirib boqmagan. Xiyolingcha seningdek bir esilzodi xonimning o'jirsiga kirish uchun ishini chekishim kerakmidi? Men faqat gapingizga javob berdim. O'zingiz mendan qo'rqdingmi deb so'radingiz. Men bu qo'riqning xo'jayligidan qolganda Andım bir dedekning uyiga ishik chekib kiraman. Daim bo'yninga esib yurdigan kirs qani. Tushib qolgan o'xshaydi. Uni poytaxtdagi chig'imda tushirib qo'ygan o'xshayman. Yaxshi gap. Yaxshi gap. Muvaffaq bir paytda sana chiroyli majan taqdim qilay. Meni mush ish bilan izlaganmidingiz? Yo'q. Men seni bormi yo'q deb kirgan. Kechlik tomoqdan keyin chiqib ketib amdi keldim. Men shuni bilmoqchi, nega bordim? Kim bilan bilib oldim? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz janob Dubiyas? Ko'rishganimizga nayt xushalman. Men Munayt xo'shal. Isit, inrik bo'lgan bo'lsa qanday yaxshi bo'ladi-da? Uning chiqib ketganiga o'zim bo'lmadi. Siz bilan xo'shlashqili huzuringizga ketgan. Bekmi afsus Malvina xonim. Lekin men iningizni izlab kelmadim. Shundaqmi? Shundaq. Janob Leonsiyo bilan ko'rishmoqchidim. Leonsiyo bilan? Uning bilan so'zlashishga ishim botdi. Sen meni sirtda yolg'iz yurdim deb ishondirmoqchi. Shundaqmi? Men Talini yaxshi ko'raman. Yolg'on aytma, buni baribir aniqlayman. Xonanam hayot vaqtida aylanib kelishimga ruxsat qildigan. Mundaq aylanish baxma g'alati. Men Rostini aytqin. Rost yolg'iz aylandingmi? Rost bekzada yolg'iz aylandim. Bu gapga hech kim ishonmaydi. Ruxsat qilmasangiz, buningdan keyin chiqmay. Bo'ladi, bundan keyin chiqmaysan. Ma'qul, chiqmay. Chiqsa. Ammo men chiq deganda ondan chiqsa. Ruxsat qilmasam, hargiz chiqmaysan. Qul degan shunda bo'lish kerak. Birerim ishonsiz janob Dubiyas. Rahmat sizga. Malvina, meni bir izlab kelibdi-ku. Sizmitdingiz? Yaxshimisiz? Bilishimcha og'inangiz hozir qo'rqdi emas-ku deyman. Malvina, iningiz sirtqa chiqib ketmaganmi? Men energini izlab kelmadim. Siz bilan so'zlashadigan ishim botdi. Men bilan Xususiy ishlar to'g'riliq so'zlashmoqchi edim. Malvina, hujuringiz chiqib keting. Ma'qul.
Əmsi keçiringlar. Nima ishdi? Siz bilan savdo ishi, qul savdosi to'g'riliq so'zlashmoqchi edim. Qullaringizni satmoqchi ekansiz-da. To'g'ri qilibsiz. Qulluq tuzumga qarshi turg'uchi qul tutmaslik kerakdi. Biroq meningcha siz qullaringizni satmay, begoh beritishingiz kerakdi. Gapimni tushunmayapsiz. Men satmoqchi emas, setib olmoqchi. Setib olmoqchi? Shundaq. Bejirim qulning odatdagi bahasi 1.500.000 dan 2 million leysiqchi bo'lib o'tadi. O'ltiring. Lekin baho doim o'zgarib turadi. O'g'u shundaq. Nimeli bo'lsin, bahoni avval siz qo'ying. Qaysi quliq ko'zingiz tushganligini bilishga bo'ladimi? Ekinzorlikdagi biri, Yo'q, ekinzorlikdagilar emas. Amisa uy quli ekanda. Bizning uydago taz yaramli quldan birsi bor. Lekin uni setish satmasligimizni men bilmayman. Buni ayolimdan so'rash to'g'ri keladi. Bu ajatsiz, men favqulodda bir qulni setib olmoqchi. Favqulodda qulni? Shundaq, to'g'ri aytdingiz. Qani ayting, shundaq omadga sazovor u qul kim bo'ladi? Gapning ochig'ini daviray, bir didakni setib olmoqchi. Izora ismli bir qizni. U asli opangizning xos quli ekan. Izora. To'g'ri. Uningga baho qo'yib bersangiz, men oshirib haq to'lamoqchi. Bu gapcha bizning qo'riqi mening ilkimdagi bir didakni, ya'ni kep, eng chiroyli, eng yaramli bir didakni deb kepsizda. O'ttirimizda uqishmaslik bo'lib qolmasligini umid qilaman. Sizdan u didakni yuksak maqsad bilan setib olmoqchi. Buni tasavvur qila olmayman. Setishni xohlamsiz? Meningcha baho to'g'riliq bir fikr kamay turib, bu ish to'g'riliq so'zlashish bema'nilik qo'dayman. Haqqini yaxshi beraman. Bilamsiz, Izora xil chiroyli didakchimi? Bilmadim, siz uni tushunamsiz-ki? Men uni nihoyat yaxshi tushunaman. Shunga haqqini yaxshi beraman deyapman. Kechiring. Men bir ishni uqamayapman. Mening bilishimcha Izora axir ishlarni qila olmaydi. Amaliyotda u opamning xos qulimi emas. Uni opamning hamrosi desak, durustroq bo'larmikin? Buni bilaman. Sizmi uni shu maqsad setmoqchimi? Yo o'zingizga hamroh qilmoqchimi? Ular hajab uzun so'zlashib ketdi. Hech gap yo'q, xonim. Ularni jidallashib qolmaydi deb ansirayapman. Xudodan tilab tursangiz, ular jidallashib ketmas. Biz to'y qilishdan ilgari mush yigit bir qitim Lyonsiyo bilan jidallashib qopti ekan. Xonim, bilamsiz, janobi Dobiyas Lyonsiyo begzodini nima ish bilan izlab kelgandi? Yo'q, xabarim yo'q. Nim bo'lding Santa? Sening bir andishang bada qildi. Uning kelish to'g'riliq bir gap anglamayding. Ular shuncha uzun paranglashib ketdi. Bilamsan, nima to'g'riliq paranglashayotgandi? Yo'q. Men sizning Izorani setib nima qilganligingizni bilishga ahliq. Uni uy ishiga solmoqchimi? Alayda kutmoqchimi? Opangizning yoki singlingizning xizmatiga solmoqchimi? Yoki Izorani o'zingizga hamroh qilmoqchimi? Men Izorani xo'jayiniga aylangandan keyin uni darrov ozod qilib, uningga o'rlik guvohnoma bermoqchi. Yanada tushunmayapman. Uni setib oldim deb o'zingiz keldingiz. Men Izora bilan to'y qilmoqchi. Uning hozirgi o'rnidan aytganda birdan bir chora uni setib olish. Men Izorani ozod qilib, ondan to'y qilaman. Mushchaq kamliginiga qaraganda Dobiyas kechira qaysi kerak? Hozir qaytman bo'lamdi. Kechlik tomoqni biz bilan yang. Opam ikkimiz andin Dobiyasmi? Sizdan shuni umid qiladi. Albatta bo'ladi. Men nihoyat xursand. Yaxshi ko'ngillarni yanida olsam bo'lmas. Siz Izora bilan qanday tanishgan? Tasodifiy tanishib qolgan.
Dastlabda uning didakligini bilmaydim. Keyin ishkinglar pat-pat. Yoshirin ko'rishib turgansizlar. Fursat bo'lsa, sirtlarda oshkor uchrashib turdik. U bizning hayotimizdagi eng go'zal chog'lar. Chunki Izorami meni yaxshi ko'rdi. Bizning muhabbatimiz sap. Biz haq ayiblikdagi hech qanday ish qilmadik. Sizningcha birovning dedikini yaxshi ko'rib qilish ayibligidek ish emas ekan-da. Mening oldingizga gap ko'nglimdagini oshkorlashim sizning savolingizga javob bo'la olish kerak deb o'ylayman. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Uni sotamsiz. Uydan bir qadam neri bormaysan. Yaqin yagi bo'lsa-mu, bormaysan. Siz shuncha xap bo'lgandek nima ish qildim? Sana tushuntirib o'tamayman. Bu buyruq. Mening buyrug'imsiz hech nega bormaysan. Fransisko'g'imi aytib qo'yman. Seni qattiq nazorat qiladi. Biror ish bo'lgan o'xshamamdi. Nima ish bo'lganligi o'zingga ayon. Lekin men hech Og'zingni yum. Bu yerda sen cho'qim gap anglashing kerak. Men chiq desam, chiqsan. Bo'miz qamoqda yotsan. İtaətsiz qullarning bardigan yeri shu. Yana bir gap. Men xotinimning bu ishga aralashishini xohlamayman. Agar Malvinadan yordam so'rasang yoki uningga xabar bersang, fuqib qoldigan bo'lsam qamit o'taman. Bugundan tortib alayda imtiyozdan mahrumsan. Tulkiligingni andishiga turib. Agar gapimga kirsang, burunqiga o'xshash yana erkin ozodi o'tsa. Bo'lmasa bardigan yering qarang'i uy. Fransisko. Ha? Izorani kech-kunduz nazorat qil. Bo'ladi Bagzoda. Yana bir ish. Ibtuva qo'rqining xo'jayini Tobiasni tanamsan? Taniyman. Bundan keyin uni qo'riqqa yaqin yo'latma. Yaqin yo'latma. Shundoq. U bir necha kundan keyin izlab kelmoqchi. Uning bo'sug'imni dasishini xohlamayman. Zarur tepilgan qurol ishlat. Muvofiq topsang o'zingga birisini yalab olsangmi bo'ladi. Umrvoyat uning chiroyiga qarg'im yo'q. 2 oy bo'ldi Santa. 2 oydan beri zodila uning xabarini olamadim. U yoq poytaxt ketibdi. Buni bilsang-ku. U poytaxtda cho'qim meni unutib qoldi. Undaq demagin. Men shundoq o'ylayman. Uni ikkinchi ko'ramaydigan o'xshayman. To'xta. Ha? Bu nima? Malvina xonimning xati. Nereden kaptı? Paytaxtınma? Men xatni unutdim efendim. Aka! Advokat Arsi Odin kaptı. Ha, xonimjon o'zi ish oldida kelgan yili qadimdinmi? To'g'ri, u bu xatni balana shtatini yozibdi.
ularning bunchalik yaqinligini bilmaydi ekan. Xatni xonimga o'zim olib beray. Uyda odam bormi? Hech kim oldimga chiqmaydi-ku. Aka, Seni bakmi seg'indim. opamning yo'qchig'ida menga hammani so'zlab bergina. Opamlar ketdi. Shaharga patarda inib keldi. Yanili uy yaxshi ekan. Gap qilsangchi, odamni qo'yib bitaqat qilding-ku. Ahvol qandayroq? Nima ish? Malvina xonimga xat ketdi ekan. Xat? Shunda. Menga ver. Men ketdim Begzada. Graf men bilan zodili ko'rishmadi. Ko'rishmidi? Poytaxt shuncha uzun turibmi? Uning bilan bir qitim ko'rishamedim. Ba imkoniyat bilan tirishdingmi? Albatta. Har kuni degidek izlab bordim. O'g'li uningga maqsadini xabar qilyaptimi? Balkim. Bo'lmasa u mening uni nima uchun izlaydiganligimni bilmaydi-da. Burun u notanish odamlarni da qabul qilmaydi. Qanday degan gap bu? Ularning oilasidagilar bir-biridan o'ta chakin ekan. Chakina? Shundoq. U hozir Ester xonim vodikidek emas. Eneriksan yordam qilmadimi? Meni umidsizlantirgan ikkinchi ish shu. Yordam bergili unimadimi? Poytaxtga berib izlab berdim. U Yevropaga dam olishga ketibdi ekan. Arsiyo doktor nima deb Malvina xat yozib berdi-ki-na? Hörmətli Malvina xanım. Sizin xətinizini dəmliş səfiri üstüdə tapşırıb aldım. Sizin gumanınız nəhayət orunluq. Mərhuma Ester xanım meni İzorağa hörlük guvanamız yazdırış üçün qorxu çaqırtqandı. Mən o yaxının tələbini orunladım. O çağda qraf cənabları o guvanamıға təqi qol qoymağan. Hazır mən sizə heç qandaq vədi verəməyəm. Kampusqa qayıtıb bağandan keyin anda nima qilishimni o'ylayman. Sizdən yardımımni ayamayman. Xizmətinizə tayyorman. Advokat Arsiyo Diaspinatis. Bu gapchi Malvina hamma ahvolni bildi ekanda. Ammo menga aytmabdi. Dadam cho'qim guvonomaga qo'l qo'yibdi. Bu ishqim xili uzun bo'lgan o'xshaydi. U guvanoma allaqachon yo'qolgandi. Yelim yaxshi bu xat Malvinaning qo'liga tushib qolmabdi. Yeli xatning kelganligini hech kim uqmasin. Xo'p, Begzada. Xatni yozgan odamning ismini ko'rdingmi? Begzada, o'zimning xatidan boshqa xatga zodli qaramayman. Men faqat Malvina xonimning ismini ko'rdim, boshqasi qaramadim. Francisco. Kampus shahrida Arsiyo Diaspinatis ismli bir advokat bor. U hozir safar ustida, taxminan bir oydan keyin qaytib keladi. Uni tunamsan. Uni ko'rgan. Dadangizning og'inisi Ester xonim jon uzishdan bir necha kun ilgari u qo'riq kelgan. To'g'ri, dal shu. Topshirgan ishingiz bormi? Kampusda olishadiganlaring ko'p qudaymi? To'g'ri. U yerda og'inlarim xili bor. Shu odam qaytib kelgan ammo menga xabar qil. Qachon kelganligini bilishim kerak. Bu nihoyat muhim. Rahmat Begzada. Baxma mardkansiz. Xotirjam bo'ling. Advokat Arsiyo poytaxt kelgan amon birinchi o'p sizni xabarlantiraman. Men ketdim.
Nima ish? Agar malol kamiz sizga bir necha yig'iz gapim botdi. Nima demoqchisan? Malvina xonim mendan bir necha kundan beri sirtqa chiqib o'ynab kelmaysan-ku deb yana so'radi. So'risi nima bo'pti? Siz menga uydan chiqmaysan deydingiz. Xonimga hech kim ruxsat qilmagandingiz. Mijozim yo'q, chiqmadim deyamamsa. Har qitim shundoq deyapman. Biroq u ishonmayotdi. Bugun yana sirtqa chiqib o'ynab kirdi dedi. Men nima deyishimni bilamay qoldim. Amsa, uningga yolg'iz chiqqim yo'q-da. Malvina xolisa uning bilan birga chiqsang bo'ladi. Buningga men qo'shilaman. Ma'qul Begzod. Bu nim degan chiroyli Izora. Tutmang xonim. Nimishqa? Bu zaharlik o't. Shundaqmi? Ko'rinish chiroyli ekan. Shunga ehtiyot qilish kerak. Izora, men poytaxtda cho'ng bo'g'ashqa yezini bilmayman. Tabiatning sirlarini men ko'proq so'zlab bergin. Birinchi, o'zingiz bilmaydigan o'simliklarni xohlagancha tutmang. Bu yerga baxmabdi ekanmi? Hammaga yop-yeshil, daraxtlari chiroyli, havosi sopcha ekan. Musha atrofda mundaq yerlar nihoyat ko'p. Izora, hamra bo'lgan odam yo'q. Shun sirtqa chiqmaganmidding? Amsa, buningdan keyin ikkimiz birga chiqayli. Sop havo yegash, manzarlarni tomosha qilamiz, toza yoyirib olayli. Afsus, Malvina uyda yo'q. U aylanib kelgili sirtqa chiqib ketgandi. Uning bo'lmagani nima bo'pti? Bugun kelishingizni bilgan bo'lsa, u chiqmaydi. Biz sizni ahd keldi deb o'ylabdik. Poytaxtdan bu yerga qanchalik vaqtda kelgili bo'ladiganligini hech kim bilmaydi. Bir aqada sharab ichamsiz. Bo'ladi. Bir aqada ichsam, yo'lning ardug'ini ola. Kelib obdan qipsiz, janobi maslahatchi. Malvinaning bo'lmaganimi nihoyat obdan bo'ldi. Obdan bo'ldi. Leonsio, men bu qatim siz bilan so'zlashgili kelgan. Yolg'iz paranglashayli, boshqalar anglab qolmasin. Mening demoqchi bo'lganim to'limi nozik ish. Qani davring, janobi maslahatchi. Ochiq yo'riq davring. Qandaqli masala bo'lsin, hal bo'lmay qolmaydi. Demoqchi bo'lganim dadingizning ishdi. Dadingizdan bakma ansirayman. Branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Pele encarquilhada, carapinha branca, gandola de renda caindo na anca, embalando o berço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou.